Kipriklarim kalta, to'sursam umuman bilinmaydi deb o'tiribsizmi? Yo'q, qizlar, shu kungacha to'shdim noto'g'ri surtayotganingizni bilarmidingiz? Men sizlarga hozir zo'r layfhak o'rgataman, kipriklaringiz kaltaligini unutib ham qo'yasiz. Chunki bizga kiprik qayirgich va 2 xil to'sh kerak bo'ladi. Biz qayirib olamiz. Endi qizlar, bu yerda sekretni aytib o'taman. Bizda to'shni bunaqa qilib keyin ishlatamiz-ku, unaqa emas. Просто так olib, ko'rganlaringizda mana uchida to'sh turibdi. O'shani kiprigimizga surtib olarkanmiz. Va qizlar, bu shotkasi bilan keyin taraymiz. Pastiga ham xuddi shunday surtib olamanmi? Endi buni shu qoldirib, ikkinchi ko'zimizga shunaqa qilib olamiz. Ikkalasiga ham surtib olgandan keyin ozroq kuttirib, ikkinchi to'shimizdan foydalanamiz. Bunda qizlar e'tibor bering, bunaqa qo'yib bu ko'zimizni ham xuddi shunaqa qilib olamiz. Mana bizning kipriklarimiz rezultati. Endi aytingchi, kim o'ylaydi bizning kipriklarimiz umuman bilinmasdi deb. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, kiprigiga kalta do'stingizga yuborib qo'yishni unutmang.